Shuncha musulmonlar ko'ryapti sizni, hech kim qarab turmaydi. Akalarini Koreyaga kasalxonaga oldida akam oldida turay, kasalxonada ekan akam o'sha yerda og'ir ahvolda ekan, yonida turay Koreyaga deb kelgan edi. Akasi soppa-sog', lekin mana shu bolani o'zini joni uzildi. Janoza o'qilar bir kun bizga ham. Odamlar yig'ilar bir ikki hayır. Yildan so'ng kelmaydi ko'zlariga nam. Topganimiz qabr, ismimiz mayib. Tanamiz chiriydi qalbimiz kabi. Suyak chanoqlari qolar bizlarda. Nelarni o'rgatdi hayot maktabi. Foyda berarmikin imtihonda ham. Boshimiz osmonga tegardi doim. Shuhratparast edik, mansabdor edik. Barini af etarmi Robbim Allohim. Bu bitta mani yo monuni yo buni yoki buni ish emas, bu hammamiz ishimiz. Iltimos sizlarda shu marhumni tezroq qabrga qo'yishimiz uchun bizga moddiy mablag' yetmayapti. Akamga yordam beraman deb kelgan ekansizda Koreyaga. Alloh haqqingizga duodamiz. Ham hech qayerda yorilgan joyi yo'q-a? Hech yer yorilmagan. Ancha shu yuragini o'pkasi deyishdi bansada. Mana shu bolani tezroq qabrga qo'yishga sizlardan faqat yordam, podpishka, like, komment, repost. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, biz butun dunyodan ko'rayotgan o'zbek zabon musulmonlarni hammasiga tarqatib yuboringlar.